Agar qaynona-joyingiz suyuq ovqatni oldiga tez nimadir tayyorlab yuboring kelin poshsha deb aytib qolsalar, nima pishirayotgan deb o'ylab o'tirmasdan albatta shunaqa go'shtli nondan tayyorlab bering. Ham yumshoqqina, ham do'mboqqina bo'lib pishib chiqadi o'zi ham. Iftorli dasturxoni uchun eng ideal retsept. Bismillah deb boshirma xamirimizni tayyorlab olamiz. Idishchimizga ko'rsatilgan masalliqlarning hammasini solib, birinchi apparat tayyorlab olamiz. Agar oltin dovunlardan foydalansak, nonlarimiz do'mboqqina bo'lib pishib chiqadi. Boshida ozgina un solib, apar holatiga keltirib oshirib olamiz. Pishib chiqqan aparamiz ustiga un solib, yumshoqqina xamir qurib olinadi. Xamirimiz oshib chiqqunigacha go'shtli nonning nachinkasi uchun mayda qilib to'ralgan go'sht, piyoz, tuz, ziravorlar solib tayyorlab olamiz. Bu vaqt orasida xamirimiz ham oshib chiqdi. Oshib chiqqan xamir ustidan bozish shunaqa yoqadi-da. Xamirni ikkita zo'laga ajratib, to'rtburchak qilib yoyib olamiz. Yoyib olgan xamirimizni yarmiga nachinkani solib, rulet shaklida o'rab olinadi. Xamirimizni yarim qismini esa xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz. Shunda nonimizning shakli juda ham chiroyli holatga keladi. Ikkita uchini yaxshilab birlashtirib, ustiga tuxum sarig'iga ozgina kefir aralashtirib surib olamiz. Kunjut o'rniga qora setini sepsangiz yana ham mazaliroq chiqadi. Pechda 200 gradusda 35-40 daqiqa davomida pishirib olinadi. Tayyorlagan go'shtli nonim sizga yoqqan bo'lsa, o'ng tomonda yurichani qizartirib keting.